Barchaga assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda ko'pchilik tanigan Tiggo 8 Pro Max. Bu Tiggo 8 Pro ning o'z 3 ta pozitsiyasi bor. Bu yerda Tiggo 8 Pro Max, ya'ni oldi orqasi tortadigan 2 litr turbina mashinamiz. Ot kuchiga keladigan bo'lsak, 250 ta ot kuchi bor. YouTube'da videolarda ko'rsalaringiz, Equinox bilan qo'yganlari bor. Mashinamiz zo'r tortadi. Chery'ni eng yaxshi modeli deb hisoblasangiz ham bo'ladi mana shu mashinani. Kelinglar. Oldini ko'rdilaringiz, oldi katta bo'ladi, ancha seryozni mashina, европейский vid desalaringiz ham bo'ladi. Mashinamiz 7 ta o'rindiqli bo'ladi. 2 litr turbina oldi orqasi tortadigan, eslatib o'taman. Kelinglar. Mana balonlarimizga keladigan bo'lsak, balonlari 19 razmer bo'ladi. 8 Pro Max niki. Rezinasi все сезонный zavoddan все сезонный rezinada chiqadi mashinamiz. Salon qismiga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda beskluchevoy dostuplarimiz bor. Bu narsa просто zaglushka emas, ko'pchilik zaglushka deb o'ylaydi. Bu narsamiz knopka, sensorli knopka bo'ladi. Buni bossalaringiz eshiklar ochiladi, yopiladi. No, lekin kalt bilan mashinani oldiga kelsangiz, o'zi ochiladi, ketsangiz yopiladi. Bu narsani ishlatib ham o'tirmaysiz. Keyin ruchkasida datchik присутствия degan narsasi bor. Bu nima degani? Qo'lda tiqsalaringiz, o'zi mashina sezadida ochib yuboradi. Keyin salon qismiga keladigan bo'lsak, mana obshivkalarimiz korичневый qilingan. Двухцветный bo'ladi, qora korичневый, ancha bagati ko'rinadi bu narsa haqiqatdan ham. Pamyat sidenyasi bor, ya'ni sidenyani pamyatini 3 ta rejimda eslab qoladi. Bu bitta faqat sidenkanikini emas, bu ya'ni men bu bokovoylarda ham eslab qola oladi. Keyin kelinglar, mana keladigan bo'lsak, mashinamiz start stopi bor. Priborkasini 3 xil varianti bor. Bu mana bu klassический priborka qilganmiz. Mana bu yerda xohlasalaringiz knopkadan boshqarsanglar bo'ladi. Bu klimat kontrol sistemasi. Bu yerda двухзонный klimat kontrol bo'ladi. И yana очистка воздуха ham bor. Bu o'zimizning Toshkent sharoitiga to'g'ri keladigan narsa. Xo'p, buni hali polni tushuntirib o'taman. Hozir mashinamiz ikkinchi qatoriga o'tamiz. Kelinglar. Ikkinchi qatorimiz oldi orqaga yuradi, mexanichеский. Mana chiqarib kirgizsangiz bo'ladi. И sidenka spinkasini ham, sidenkani spinkasini ham tushirib normalniy qo'ysalaringiz bo'ladi, xullas o'tirishga. Mana bu yerda o'rtada barimiz bor. Ikkita odamga suv, ballay battarni qo'yishga bemalol qo'ysalaringiz bo'ladi. Xo'p, bagajga keladigan bo'lsak, bagaj knopkadan ochiladi. Xohlasangiz mana kalti mana bunaqa bo'ladi mashinani. Kaltdan ochsa bo'ladi yoki knopkadan, farqi yo'q. Mashina yopiq holatida orqasidan kelsangiz, bez kontaktni ham ochiladi. Bu yerda biz avtomobilni nabor qilib qo'yganmiz. Zaten mana bunaqa bo'lib chiqadi zavoddan. Mana bu 3-qator hisoblanadi. 3-qatorni bemalol mashina qilib chiqarib olsanglar bo'ladi. Mana bunaqa qilib yig'iladi qaytarib. Bu joylar ko'pchilik so'raydi, katta odamlar sig'adimi, yo'qmi degan. Qaranglar. Mendaqa, masalan, men bo'yim 1.90, mendaqa odamlar ikkita o'tiradigan bo'lsa, to'g'ri qisilib qoladi, lekin bolalar yoki sredniy razmer odamlar bemalol 2 kishi ketsa bo'ladi mana shu yerda. Keyin keling, mana bu yog'ini ham ko'rsatib o'tamiz. O'zini klimat kontrollari bor, o'zini воздуховодlari bor, o'zini kolonkalari bor, и podstakanchiklari bor. Orqa qatorda ham bemalol. Agar qatqadir to'xtab, piknik boshqa narsa qiladigan bo'lsanglar, mana bu yerda o'zini 12 volt rozetkasi ham bor. Ya'ni bunga rozjikmi yoki balonni shirishga nasosmi, любой narsa ulab qilsanglar bo'ladi. Keyin men bu qatorda ikkinchi qatorni yig'ib xohlasanglar mamna qilib orqaga o'tsanglar bo'ladi. Yoki mana bu yerdan ikkinchi qator yig'iladi. Ikkinchi qator yig'iladi. Bu narsa keyin polni ровный pol bo'ladi. Mana. Ровный pol bo'ladi.
Ob'yomda sig'imi ikkita qatorni yotqizgandan keyin sig'imi 2100 litr bo'ladi. Ya'ni bemalol ikki xonali kravat qilib, ikki kishi sig'adigan qilib yotib ketsanglar bo'ladi, bemalol. Xo'p. Mashinadagi funksiyaga keladigan bo'lsak, keling. Mashinamiz 6 ta rejimda harakatlanadi. Ya'ni komfort, sport, sneg, gryaz, to'rga to'ri bor, постоянный полный привод anaqa qilib turadi, ishlab turadi и eko rejimi bor. Xo'p. Yana голосовой управленияsi bor. Mashina svetoforga kelib turib o'chirib, benzinda ekonomiya funksiyalari ham bor. Двухзонный aytib o'tganimdek, двухзонный klimat kontrol, очистка воздухалari ham bor. Mana bu yerga bossalaringiz har doim ichkaridagi havoni tozaligini ko'rsatib turadi. Bu mashinani o'zi. Xo'p, keyin mashinamizda panorama lyuk bor. Ya'ni shtorka ochiladi отдельно. Shtorkasi до конца yuradi и panoramamiz ham ochiladi. Bu birinchi ochilishi. Ikkinchi положенияsi mana bunaqa bo'ladi. И keyin uchinchi положение oxirigacha ochsanglar bo'ladi. Xo'p, rulimiz oldi orqa past tepaga regulirovka bo'ladi. Sidenkamiz ham 6 ta направленияda regulirovka qilsa bo'ladi. Ya'ni pastga, tepaga, oldiga, orqaga spinkamizni и mana bu yerda dumaloq narsasi bor. Bu поясничный упор. Ya'ni uzoq yo'lga chiqadigan bo'lsangiz, belingizni tirab qo'yadigan valikchasi bor. Belingiz charchamaydi katta yo'llarda, uzoq yo'llarda. Keyin bu mashinamizda yana zo'r funksiyasi bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Kelinglar. Bu faqat passajirlar uchun. Faqat passajir uchun. Keling. Mana bu yerda atamankasi bor. И bu sidenkamizni 6 ta rejimli massaji bor. Ya'ni yoqib 6 ta rejim massaj qilib ketsa bo'ladi. Mana shu sidenkasida. Oldi qatorini o'zida обдув, подогрев, соседний mana bu passajirskida massaj, orqada podogreflari bor и yana podogref rulida, lobovoylarida ham hamisha bo'ladi bu mashinamizni. Bu mashinamiz Cherry Sampi avtosalonida bor. Bu mashinamizning narxi 480 million so'm. Agar naqdga mana shu oy xarid qiladigan bo'lsanglar, 25 million chegirmasi bor. Ya'ni mashinamizning narxi 454 million so'm bo'ladi naqdga. И рассрочкалari, kreditlari, hamma variantlari bor. Buni hamisha kelib bilsanglar bo'ladi. Prosta takka telefonda, boshqasida telefon qilib ham so'rasanglar ham bo'ladi. Xullas, общий aytib o'tadigan bo'lsam, bu mashinamizga rasmiy dilerlik kafolatini o'zi 7 yil yoki 200 ming probeg beramiz. Buni bekordan bekor bermaymiz. Bu yerda turgan 2 litrli dvigatelga Xitoyda o'zida 1 million probeg garantiya beriladi. Prosta takka emas, dvigatel tsipnoy bo'ladi. Remenniy boshqasi emas. O'shaning uchun bemalol o'zini probegini 200-250 mingini hech qanaqa problemasiz yurib beradi. Keyin ko'pchilik aytadi, Cherry'ning korobkalari slabый deydi. Bu yerda robot korobkamiz turibdi, 8 DKT degan. Bu korobkamizni xuddi shunaqa 7 yil yoki 200 ming probeg garantiya beriladi unga ham. Bemalol 7 kishi xohlagan joyingizga borib, toqqa, boshqa joylarga chiqib yursanglar bo'ladi. Mashina hech qayerda buzilib, senlarni qoldirmaydi. Imminni men hozir 8 Pro Max haqida aytayman. Mana shu funksiyalarga ega mashinamizni. Keyin aytgancha bitta narsasini aytib o'tmadim. Bu ko'rinishi 2025-2026 restylingi. Bu o'zgargan. Oldin mashina ozgina boshqacharoq edi. Xullas, Cherry Sampi avtosaloniga kelinglar. Mashinani hamisha xarid qilinglar va mashinamiz bilan chiroyli bonuslarga va chiroyli variantlarga olib chiqib ketaveringlar. Rahmat hammanglarga. Cherry Sampi avtosalonida kutib qolamiz.